Ayol kishini o'qitish shart emas. Ayol kishi faqatgina uy ishlari bilan ovora bo'lsin. O'qib nima qiladi? Aqlli bo'lib ketadi deydiganlar uchun. Aziz onajonlar va erkaklar, albatta shu 3 ta tavsiyamni yaxshilab eshitinglar. Hamma farzandini zo'r bo'lishini, intellektual darajasi baland bo'lishini va siz farzandingiz bilan faxrlanib yurishinglarni xohlaysizlar. Uning uchun bosib o'tiladigan yo'llar bor. Siz qilishga tayyormisiz? Aniq faktlarni aytaman. Birinchisi, farzandingizning intellektual darajasi 70% naslga bog'liq. Ikkinchi fakt, farzandingiz kichik yoshidaligida 20%, balog'at yoshida 40%, voyaga yetgan shaxs paytida esa ularni 80% intellekti aynan sizni intellektingizga yaqin foizda bo'ladi. Uchinchi fakt, katta foizdagi intellekt ona tomonidan farzandingizga o'tadi. Ayollarimizni rivojlantirishimiz kerak. Bekorga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ayollarni rivojlantirishimiz, o'qitirishimiz kerak demaganlar. Aynan bizning kelajagimiz aynan aqlli, intellekti baland bo'lgan ayollarning qo'lida. Endichi siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Ayollarni o'qitish kerakmi, ishlatish kerakmi yoki faqat farzandlariga uyda qarab o'tirish kerakmi?